Arab tilini o'rgatish va o'rganishdagi asosiy xatolar. Dakhala kalimasining ma'nosi nima? Dakhala o'tgan zamonda bir erkak kirish ish harakatini bajardi degani, ya'ni kirdi degani. Lekin hozirgi kundagi ba'zi o'qituvchilar dakhala kirmoq, zahaba ketmoq, kataba yozmoq, qaroa o'qimoq deb o'rgatishmoqda. Bu xato hisoblanadi. Chunki bular fe'llarning vazifasi umuman boshqa. Ish harakatining nomi arab tilida masdar deyiladi. Dakholaning masdari dukhulun, katabaniki kitabatun, zahabaniki zihabun bo'ladi. Ismning, ya'ni masdarning vazifasi umuman boshqa, fe'lning vazifasi umuman boshqa. Ism foil, noibi foil, mubtado bo'lib kela oladi. Fe'l esa bunday emas. Shuning uchun kalimani haqiqiy ma'nosini chuqur, to'g'ri o'rganmoqlik lozim. Ko'rinishdan oddiyga o'xshab tuyulishi mumkin. Aslida bu xato hisoblanadi. Shunga o'xshash xatolar haqida keyingi videolarda yana xabar beraman. Siz yana qanaqangi xatolarni bilasiz?